Haj bu büyük bir ibodat bo'lishlik bilan birga uni o'ziga yarasha mashaqqati ham bor. Al-hajju mashaqqa deganlar. Haj bu mashaqqat. Lekin imkon qadar bugun biz mana shu mashaqqatlarni bartaraf qilishlikka harakat qilyapmiz. Lekin shunday bo'lsa-da, ba'zi bir qiyinchiliklar paydo bo'lib qolsa, bilingki, bu gunohlarimizga kafforat. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalamni his qilishligi uchun sahobalarni o'sha davrlarda qilgan hajlarini, hayotlarini his qilishlik uchun ozgina tashqariga chiqib oyoq yalang turib qo'yishlikni o'zi bildirib qo'yadi azizlar. Biz hozir mana qarang, xonalarimizda bu sovutgichlarimiz, mukoyiflarimiz turibdi. Hamma narsamiz bor. Lekin ular tuyada kelganlar, issiqlarda, oftoblarda qancha mushkul va mashaqqatlarda qilganliklarini va shunaqa qiyinchilik, shunday issiq bir davrlarda islom ummati uchun xizmat qilganlarini qalbimizdan o'tkazmoqligimiz kerak azizlar. Siz bilan biz turgan bu makon Payg'ambarimiz alayhissalom tavallud topgan makon azizlar. Makka Mukarrama bu haram hudud hisoblanadi. Mana shu hozir biz turgan joylar haram. U aytaylik, Masjidul Haramga tushsagina emas, biz haram hududmiz. O'sha miqotdan buyog'i haram. O'shuning uchun agar umra qilishni niyat qilsak, mana Oysha onamiz nomli masjidga borib, o'sha joydan qaytib kiramiz. Demak, o'sha joydan boshlab buyog'i haram hudud hisoblanadi. Men bir paytlar kelganimda bu yerda juda ham katta bir ulug' shayxlardan birlari bor edilar. U kishi hozir olamdan o'tibdilar. Alloh rahmat qilsin. Mana mehmonga chaqirdilar-da, mehmonga uylariga olib boradigan bo'ldi. Keyin kechqurun ko'rishib tayinlangan ulovda ketdik. Oysha onamizning masjididan ham o'tib ketdik. O uzoq. Keyin men o'tirib shayximga aytdimki, shayx, siz juda ham obro'li odamsiz, katta bir martabali odamdilar. Nihoyatda ilmi hammaga mashhur odam, mablag'i ham yetarli odam. Nega bunaqa joyda yashaysiz? Uzoqda, haramni oldidan, yaqinroq joylardan bir uy-joy, bir narsa qilsangiz bo'lmaydimi desam, bir gap aytdilar, mana butun vujudim titrab ketdi. Har Makkaga kelganda shuni eslayman. Menga aytdilarki, "Ey bolam, men o'sha haramning yonida o'zi uyim bor edi. Bilasizki, haram hududda bir qilingan amalga Alloh 100 ming savob ko'paytirib beradi. Bir rakat 100 ming fazilga ega. Shuncha ko'p fazilati bor. Qo'rqamanki, bir gunohga ham shuncha uqubat beradimi deb qo'rqqanimdan men uzoqda turaman. Bilib bilmasdan bir beodoblik qilib qo'ymaydi." Biz turgan hudud shunaqa hudud azizlar. Bu yerda qilingan har bir yaxshi amalimizga savobni ko'pligini faqat shuni gapiramiz doim. Bir rakatga mana shuncha 100 ming rakat savobini berar ekan, duolar mustajab ekan, fazilat ekan. Lekin gunoh uchun nima beradi? Mana buni hech kim o'ylamaydi. Shuning uchun bu hududda azizlar gunohlardan tiyilishimiz kerak. Har tashqariga chiqqaningizda, har Ka'baga borganingizda, zero binolar o'zgarib ketdi. Payg'ambarimiz alayhisalom davridan hech narsa qolmadi. Lekin Ka'ba, havo o'sha Payg'ambarimiz alayhisalom davrlari. Ehtimol siz bosgan oyoq izlaringiz Payg'ambarimiz alayhisalomni bosgan izlariga to'g'ri kelayotgandir. Ka'baga tekkan qo'llarga bir paytlar Rasulimiz va sahobalarning qo'llari tekkandir azizlar. Mana shunday siz bir joyda o'tirgan bo'lsangiz, ehtimol shu yerga Jibril alayhissalom vahiy olib tushgandirlar. Shunaqa tasavvurda bo'lish kerak. Yurgan yo'limizda odob bilan yurmoqligimiz, hatto odob bilan gapirmoqligimiz kerak. Chunki biz Qur'on nozil bo'lgan yurtda turibmiz. Mayli, bu yerda ahlin o'z yo'liga. Chunki ular shu yerda tug'ilgan, shu yerda katta bo'lgan. Lekin biz uchun azizlar, biz o'zimizni yurtimizdan labbaykani aytib keldik-da. Allohning chaqirig'iga javob berib keldik. Labbay Robbim, seni chaqirig'ingga labbay deyman deb keldik. Yelkamizga ehromimizni tashlab keldik azizlar. Shunday ekan, mana shu kunlarimizni har birini g'animat bilishimiz kerak.